Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Litva Dövlətlik Radio Televiziya torining 20 maydagi xabarda Litva parlamenti yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlar yurgizayotgan bostirishlarni insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Litva parlamentining mazkur qarorida yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqini Uyg'ur qirg'inchiligini hamda Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tekshirib berishga chaqirgan. Litva parlamenti yana Xitoy hukumatidan Uyg'urlar yurgizayotgan qirg'inchilikni to'xtatish, qonunsiz ishga a'zo sodisi xotim berish, barliq vijdon mahbuslarini darhol qo'yib o'tish, lagerlarni tezdan taqash, Hong Kongning davlat bexatarlik qonunini amaldan qoldirishga va kuzatuvchilarning Sharq Turkiston va Tibetga berishini, Tibetlarning ma'naviy doisi Dalay Lama bilan suhbatlashishga yo'l qo'yishni talab qilgan. Xitoyning atalmish qora tizimlikka kirgizilgan va bu qarorni keskin qo'llagan Litva parlamenti a'zosi Dovil Sakalin demokratiyani qo'llaydiganligini, chunki o'zlarining 50 yil kommunizmning ishg'oliyati ostida yashashda rahimsiz tarixni hargiz unutib qolmaydiganligini bildirgan. Litva agentligining xabari qaraganda bu yil aprel oyida Xitoyning Litvadagi elchixonasi Litva parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish loyihasi sungan. Parlament a'zosi Dovil Sakalin bilan bu loyihani qo'llagan boshqa parlament a'zolari xat yozib besim ishlatgan ekan. Litva parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarori ma'qullikdan o'tgandan keyin Xitoy elchixonasi bu qarorga Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb inkos qaytargan. Kuzatuvchilar tarixda sobiq Sovet kommunizmining qurboniga aylangan Baltiq dengiz bo'yidagi Litva, Latviya va Estoniyadan iborat 3 davlatning Xitoyning navbatda Uyg'urlar ustidan eperayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb tonishi Xitoyni cho'chitgan deb qarashmoqda. Litva parlamenti Amerika hukumati, Angliya parlamenti, Kanada parlamenti va Gollandiya parlamentidan keyin Xitoy kompartiyasining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb to'nagan 5-davlat bo'lgan. Reuters agentligining xabarida 1940-yili Baltiq dengizi bo'yidagi Litva, Latviya va Estoniya qatorliq davlatlar birlikda sobiq Sovet ittifoqining mustamlikasiga aylangan va kommunizmning zulmini yetkish tortgan. Litva 1990-yili 11-mart kuni mustaqillikka qarilgan. Hozir Yevropa birlashmasi va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining a'zosi bo'lib, hozirgacha dunyodagi mustabidlikka qarshi kurashda oldingi safdan o'rnab kelgan. G'arblarning Rossiya va Xitoy qatorliq kommunist davlatlarga qarshi qattiq diplomatik siyosatini ilgari surishda muhim rol o'ynagan. Amerika Avom palatasining ikki partiya a'zolari Xitoy kompartiyasining Sharq Turkistonda majburiy homiladorlikdan saqlanish va majburiy bola tushirishdagi mas'ul kishilarga yoki sheriklarga jazo yurgizish qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Hamda prezident Joe Bidendan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va boshqa masalalarni hal qilish uchun konkret planni o'tirib qo'yishni talab qildi. Bu qonun loyihasi hozir Tashqi ishlar va adliya komitetining qarab chiqishiga sunilgan. Missouri shtatidan kelgan Jumhuriyatchilar partiyasining Avom palata a'zosi Veki va Nyu-York shtatidan Demokratchilarning Avom palata a'zosi Tom Sozi 19-may chorshanba kuni Uyg'urlar qilingan zulm va tug'ut cheklashni to'xtatish qonun loyihasini o'tirib qo'yib, Sharq Turkistondagi majburiy tug'maslik va majburiy bola tushirishga mas'ul kishilarni hamda sherik ijro qiluvchilarni bevosita jazolashni talab qilgan. Mazkur qonunning maqsadi bo'lsa, Jumhur Xalq Jumhuriyati tasdiqlagan ayollarga qaratilgan zo'ravonlik, jumladan tutib turish jarayonida bosqinchilik qilish, qiynash, majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirish va boshqa majburiy tug'ut cheklash siyosati bo'libmi Sharq Turkistondagi boshqa maqsadlardagi zulmga qaratilgan ekan. Konkret qilib aytganda bu qonun prezidentning parlamentga strategik plan yo'llab Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni unumli hal qilish uchun tashlangan qadamlarni va bu jinoyatlarni tugatish strategiyasini tasvirlashni talab qilib, davlat ishlari kotibiga Sharq Turkistonda jinsiy zo'ravonlik, qiynash, majburiy tug'mas qilish va majburiy bola tushirish operatsiyasi qilingan ayollarga barliq muvofiq yordamlarni berishga, shundaqla majburiy tug'maslik, majburiy bola tushirish yoki boshqa jinsiy zo'ravonlikqa munosabatlik mas'ul yoki uningga chetishlik kishilarga jazo berishga buyurgan. Veki bayonotida biz Amerikalik bo'lish sifatimiz bilan muqaddas so'z erkinligi va diniy erkinlik kishimiz. Shunlashqa Xitoy kompartiyasining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizgan insoniyatga qarshi jinoyat qilmishlarini ko'rmasga, bilmasga selib olsak bo'lmaydi. Majburiy tug'maslik va bola tushirishdan tortib cho'ng tipdagi tutib turish lagerlari va e'tiqoddan majburiy voz kechishga, Xitoy kompartiyasining Sharq Turkiston xalqiga va boshqacha fikrdagi kishilarni yo'qotishda qilmagan pastkash ishlar qolmadi. Xitoy kompartiyasi vijdonimizga xiloflik qiladigan bu harakatlarga mas'ul bo'lish kerak. Hukumat tarafdan ijro qilgan majburiy tug'maslikning bu dunyoda o'rni yo'q. Ular cho'qim jazoga tortilish kerak degan.
İsrailiya bilan Hamas o'ttirsidagi Misrning murassachiligida hosil qilingan urush to'xtatish kelishimi birli vaqtda ijro qilinishga boshladi. İsrailiya taratqullarining xabar qilishicha, İsrailiya davlat bexatarlik kabinetining Qo'rshav ostidagi G'azza rayonida 10-maydan buyon davomlashayotgan hujumlarga xotima berib, urush to'xtatishni ishga oshiradigan qarornomani ma'qullaganligini bildirgan. Hamas bayonotchisi Sami Abu Zuhramo İsrailiya bilan G'azza rayonida urush to'xtatishning birli vaqtda boshlanganligini jazmlashtirgan. İsrailiya urush aeroplanlari urush to'xtatishga 1 soat qolganda G'azza rayonini bombardimon qilishni davomlashtirgan ekan. İslomiy jihad harakatining qurolli qanoti Quddus chavandozlarimi İsrailiyaning hujumlariga javoban G'azza atrofidagi rayonlarga raketomyot atqanliklarini jakarlagan edi. Urush to'xtatish kelishimining ijro qilinishga boshlashidan keyin G'azza rayoni va ishg'ol ostidagi Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi falastinliklar ko'chalarga chiqib namoyish o'tkazib shod-xoramlikni ifodaladi. G'azza Sayya ministerligining xabariga qaraganda, İsrailiyaning G'azza koridori qilgan havo hujumida 55 balani o'z ichiga olgan 232 falastinlik qazo qilgan. 1900 odam yaralangan. Hamas doiralari ko'p rayonlarning xarobilikka aylanganligini, taxminan 120 ming kishining uy makonlaridan ayrilganligini bildirgan. Nafas ravon bo'lmaslik nuqul kasallik alomati emas, balki nafas yo'lining to'silib qolishidan bo'lishi mumkin. Havo o'pkaga kirib, burun bo'shliqi, yutqunchoq, kekirdak qopqiqi, kanaycha, yana har darajalik kanaychilardan nafaslanish inchki kanaychisigacha ondan haqiqiy turda oksigenni sumirib, oksigen almashtirish rolini o'ynaydi. Bu jarayonda har xil to'silish yoki tarish ahvollari ko'rilib, nafas yetishmay cho'nqur nafas olishga to'g'ri keladi. Bu xil ahvolda kasallik sababini tepib chiqish kerak. Masalan, ba'zi kishilar kanaycha tuberkulyoziga giribtor bo'ladi. O'sma paydo bo'ladi. Bularning hammasi nafas siqilishni keltirib chiqaradi. Uningdan boshqa yana bir qism asosiy kasalliklar kanaycha ziqqisi, so'zilma to'silish xarakterlik o'pka kasalliklari, kanaycha kengayish qatorliq o'pka kasalliklari, ko'krak bo'shlig'iga suv yig'ilish, tojisimon yurak kasali, yurak sanjiqi, yurak iqtidori to'liq bo'lmagan bemorlarda dam siqilish alomatlari ko'rilishi mumkin. Ba'zida uzun vaqt xo'rak tortgandami yuqorqidek alomatlar ko'riladi. Burun qalqini qilinlash, yutqunchoq bo'shliqqa tariyish yoki harakat chidamchanligi tuvanlash qatorliqlarning hammasi bu xil nafas yetishmaslikdagi alomatlarni keltirib chiqaradi. O'pkaning iqtidorini epesaq, agar o'pkaning normal yoki normalsizligini bilmoqchi bo'lsangiz, cho'ng doktorxonalarga berib o'pkaning iqtidorini tekshirtib, o'pkaning iqtidorida normalsizlik bor yo'qligini bilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.